Haj 2026 mavsumi 2-maydan boshlanadi. Gap shundaki, O'zbekiston hududidan Saudiya Arabistoniga amalga oshiriladigan aviaqatnovlar 18-mayga qadar har kuni yo'lga qo'yilishi rejalashtirilmoqda. Bu esa ziyoratchilar uchun safarni bosqichma-bosqich va tartibli tashkil etish imkonini beradi. Haj 2026 mavsumi bo'yicha asosiy ko'rsatkichlar ham e'lon qilindi. Joriy yil uchun bir nafar ziyoratchiga belgilangan narx 77,73 million so'mni tashkil etmoqda. Bu esa taxminan $6,400 atrofida baholanmoqda. Ushbu summa haj safarining to'liq tashkiliy va xizmat ko'rsatish xarajatlarini qamrab oladi. Mazkur narx tarkibiga odatda aviaqatnov, borish va qaytish, mehmonxona, ovqatlanish, ichki transport va tashkiliy xizmatlar kiradi. Shu sababli bu narx umumiy paket sifatida belgilanadi va ziyoratchilar uchun qulaylik yaratishga qaratilgan. Haj bu har bir musulmon uchun eng ulug' va mas'uliyatli ibodatlardan biridir. Har yili minglab insonlar ushbu muborak safarga borishni niyat qiladi va bu yo'lda tayyorgarlikni oldindan boshlaydi. Ushbu ma'lumotlar esa o'z rejasini tuzayotganlar uchun muhim yo'nalish bo'lib xizmat qiladi. Ushbu xabarni hajga borishni rejalashtirayotgan yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.